Oddagi shahzodasini kutayotgan O'zbek shou-biznes vakillari. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. O'zbek shou-biznes vakillari ichida hali turmushga chiqmagan san'atkor qizlar soni oz emas. Quyida oq otdagi shahzodasini kutayotgan xonanda, aktrisa va blogerlar bilan tanishamiz. Manzura Yo'ldosheva 47 yosh. Manzura va yosh aktyorning sevgi qissasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalyapti. Bir necha oydan buyon Manzura o'zidan 20 yosh kichik aktyor Murod Yo'ldoshev bilan birga ko'rinish bergan. Videolarda to'y mavzusi ko'tarilgan. Manzuraning to'y harakatidamiz degan hazil-aralash videolaridan so'ng Murod Manzuraning qo'lini so'ragan. Aks etgan videolar ham Instagram sahifalariga joylashtirilgan. Videoda qo'lida gul bilan turgan Murod Yo'ldoshevni Manzura urishib bergan va "Nima qilganingiz bu, onangiz tengi ayol bo'lsam" deya aktyorni hovuzga itarib yuborgan. Shundan so'ng aktyor undan uzr so'rash maqsadida Manzuraning uyi oldida romantik kecha uyushtirib, "Azizim" qo'shig'ini kuylab berib, sevgilisidan kechirim so'radi. Hozirda ularning munosabatlari davom etmoqda, ammo bu shunchaki PR bo'lishi ehtimoli ham oz emas. Iroda Nosirova 43 yosh. Teleboshlovchi va aktrisa Iroda Nosirova ham hali o'z baxtini uchratmagan. Oydin Yusupova 41 yosh. Kinoda bir vaqtlar mashhurlikka erishib, keyin ijodi sokinlashgan aktrisa Oydin Yusupova ham turmushga chiqmagan aktrisalardan. Mahfuza Sherboyeva 37 yosh. O'zbek san'atidagi birinchi ayol qiziqchi yolg'izlikni his qilishi haqida ko'p gapiradi. Karyera deb oiladan voz kechdim, ammo o'ylab qarasam uchrashuvlarga chiqib yurgan qiz ham emasman. Balki hammasi niyatga bog'liqdir, chunki oldindan avval san'atdan o'z o'rnimni topaman, tarixda qolib keyin oila quraman deb niyat qilardim. Yulduz Rajabova 35 yosh. Yilning so'ngida 36 bahorni qarshilaydigan aktrisa Yulduz Rajabovaning shaxsiy hayotida doimgidek sokin. Feruza Normatova 36 yosh. Mahoratli aktrisa Feruza Normatova bu yil 36 yoshni qarshilaydi. U ham hamon oila qurgani yo'q. Aktrisaning Shahzod Sultonov bilan yaqinligi haqida gap-so'zlar tarqalgandi, ammo hozircha to'ydan darak yo'q. Barchin G'ofurova. Aktrisa va teleboshlovchi Barchin G'ofurova o'zidan yosh yigit Sohib Rahmatullayev turmush qurish taklifini bergan. Ular hozirda juftlik sifatida ijtimoiy tarmoqqa video joylab keladi. Barchin G'ofurova uni partnyorim deb ataydi. Shahlo Ahmedova 30 yosh. Xonanda Shahlo Ahmedova ham hozircha oila qurmagan. Hamisha ijod kabi sirli bo'lishga intiladigan ijodkor shaxsiy hayotini ham ommadan yashiradi. Xonanda hali hech kimni sevib qolmagani haqida shunday degan: "Sevib qolmaganman, hali sevgidan kuyish tuyg'usi men uchun tushunarsiz." Luiza Rasulova 30 yosh. Aktrisa Luiza Rasulova bu yil 30 yoshni qarshilaydi. Aktrisa ham shu paytgacha oila qurmagan. Luiza so'nggi paytlarda film va seriallarda suratga kam tushyapti. U o'zining shaxsiy brendiga asos solgan bo'lib, ayollar go'zalligiga hissa qo'shuvchi biofaol qo'shimchalar sotuvini yo'lga qo'ygan. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.